Mana hozir 2 rakat nafl namozlar o'qidik. Bu masjidda qanaqa chiroyli, sutda cho'milganda ajoyib chiroyli joylari. Odam shuncha har xil millatdan. Alhamdulillah. Ular Madina-i Munawvarada ajoyib taomlar bilan yoqimli ishtaha hammangizga. Amin, barchamizga nasib qilsin. Biz bilan Arafat vodiysini ziyorat qilish uchun kelmoqdamiz. Barchalari ko'tarinki kayfiyatda ziyoratlardan boshlab oldik. Duo qilib qo'ying sizlar. Odamlar qaranglar, butun dunyoni odami shetda deydi. Nihoyatda odam ko'p. Alhamdulillah. Ha? Ey Allah, o'zingga shukr. Baytingni ko'rsatib qo'yganingga shukr. Hammaga nasib qilgin. Ota-onalarimizga, jigarlarimizga, farzandlarimizga, zurriyotlarimizga, qo'ni-qo'shni mahallaga hammasiga Allohim o'zing yetkazib qo'ygin. O'z baytingni hammaga ko'rsatib qo'ygin, o'zing chaqirgin Allohim. Barcha ezgu niyatlarimizni o'zing ijobat etgin Allohim. Tushaveramiz endi, qani. أشهد Ayşe. 7 kilometrga. Masjid Nabaviy ekan. Alhamdulillah, mana Masjid Nabaviyga namoz o'qishga kirdik. Juma vaqti bugunga nafl namozi, shukr namozi o'qib chiqamiz Xudo xohlasa. Mashaalloh. Alhamdulillah, shukrlarni ko'rsatganiga shukr. Shu joylarga yetkazib kelganiga alhamdulillah o'zimga beadad behisob shukr. Huzuringga bormoq uchun otlanay yo'lga. Hijron va firoqingda o'rtama meni. Seni ko'rmoq istab bu jonim halak. Makka yu Madinam sog'indim seni.